Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi video roligimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida joylashgan o'zimizning fermamizdan olib boryapmiz. Bugungi syomkamiz buqalarimizga body force 2 o'lini qilish haqida bo'ladi. Albatta videoni boshlashdan oldin like tugmasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz juda xursand bo'lamiz. Albatta like tekin bo'ladi. Hurmatli obunachilar, shunaqangi universal drabelkalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Arzon va sifatli joydan drabelkalar topib qo'ydik 2.200.000 so'mdan. Mana hurmatli obunachilar, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, tanish birodarlarga ham jo'natib qo'yishinglarni so'rab qolamiz. Kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Hozir doktor akamiz kelguncha bir qator mollarimizni syomkalarini qilib beramiz. O'zgarishiga baho berasizlar. Nimalar qilinyapti hozir, nimalar yeyapti mollar, shular haqida to'liq ma'lumotlar beramiz. Buqalarimiz xudo xolasa hozir soatimiz 10 bo'pti. Ertalabki yemlarini yeb, ko'ryapsizlar, ertalabki yemini yeb bo'lgan. Ko'p yotibdi mollarni. Obedda sug'oramiz bir mahal. Soat 1larda sug'oryapmiz. Xudo xolasa mollarimiz o'zgarishi yaxshi. Keyin yana bitta narsa, ertalab quruq berganmiz. Yemini quruq beryapmiz. Shuning uchun obedda suvni zo'r ichyapti. Mana ko'ryapsiz, salafonlarni ertalab ko'tarib qo'yapmiz, kechqurun tushirib qo'yapmiz. Kechqurun ancha sovuq bo'lib qolyapti, shuning uchun. Endi ko'pchilik so'ragan, buqalarni yangi olyapmiz, nimalar qilish kerak deb ko'pchilik so'rayapti. Shuning uchun hozir Telegram gruppamiz bor, hurmatli obunachilar. Ko'pchilik biladi, lekin bilmaganlar uchun aytyapmiz. Bizga rosa telefon qilishyapti. To'g'risi vaqtdan bo'lmayapti ko'pchilikka javob bergani. Shuning uchun Telegram gruppamizga yozinglar. Telegram gruppamizning silkasini kommentariyaga qadab qo'yamiz. Qanday obuna bo'lishni ham ko'rsatib beramiz. Ko'pchilik bilmayapti Telegram gruppamizga qanday obuna bo'lishni. Bu yerda kuchli mutaxassislar bor. Shu O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatdan borda u yerda kuchli mutaxassislar bor. O'shalardan misol yangilar bo'lsa, yangi baqayotganlar bo'lsa, o'shalardan maslahat olsanglar ham bo'ladi. Bizni Telegram gruppamizga yozib qo'yaverasizlar. O'zi mutaxassislar bo'ladi. Har yo'nalishda bor. Misol buqa boqishda bor, sut yo'nalishida, qo'y baqayotganlar ham bo'ladi. Bu Telegram gruppamizda obunachilar bor. Misol bo'zay baqayotgan, misol bu yerda rossiyskiy buqalar bo'lsa, shularda ham mutaxassislari bor. Biz mutaxassis emasmiz bularni hozircha. Chunki bular birinchi marta oldikda, birinchi marta boqyapmiz. Shuning uchun shu ma'lumotga ega emasmiz. Buni mutaxassislar ham bor. Telegram gruppamizga kirsanglar. Biz endi asosan jaydarini anaqasi edik. Nima deydi? Jaydarini ko'p boqqanimiz uchun jaydarini yaxshi tushunamiz. Bularda endi rossiyskiy buqalarni juda zo'r tushunib olmaymiz. Shuning uchun Telegram gruppamizga kiringlar. Qadrli obunachilar, Telegram gruppamizga qanday obuna bo'lishni ko'rsatib beramiz. Bu bitta videomizga bosamiz mana. Bu yerda Qirg'iziston buqalarini tortdik degan videomiz bor. Shu yerga bosganimizda mana fikrlar bo'limiga kiramiz. 337 ta kommentariy bo'limi bo'ladi bu yer. Shu joyda mana 94, vodiy mol 94 ga bossanglar ko'k yozuvda. Shunga bitta bossanglar Telegram gruppamizga pryamoy kiradi mana. Obunachilar uchun degan Telegram gruppamizga kiradi. Shu yerga kirib obuna bo'lib qo'yishinglarni so'rab qolamiz. Yangi o'rganayotganlar ham o'sha Telegram gruppamizga kirib, ancha narsalarni o'rganib, rahmat aytishib, kommentariyada yozishyapti. Buqalarimiz xudo xolasa 53 tacha buqamiz qoldi.
buqalarimiz hozir suvni beramiz. Suv berish jarayonini ham videosini qilamiz. Ikol qilish jarayonini to'g'risi video qila olmaymiz. Chunki ikol qilishda mollarni ichida qiynab qo'yamiz. Shoqiga ip o'tkazamiz. O'shanda qiynalganda yutib quluplab qo'yar ekan. Polvonlarimizni ko'ringlar, polvonlarimiz. Shuning uchun video qila olmaymiz. Asosan body force'ni hozir ikkinchi martasini qilamiz. 14 kun oldin qilgan edik. Hozir asosan 14 kunda bir qilinadi. Lekin bunisi jicha cho'zilib qoldi. Orada doktor akamiz jicha ishlari chiqib qolgani uchun hozir 16 kunda bir qilyapmiz. 16 kun bo'pti ikol qilganimizga. 16 kun, uzog'i 17 kunda bir qilsa ham bo'laveradi. Asosan lekin 14 kunda bir yozilgan. 14 kunda bir qilsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir ikol qilish jarayonlarini ham boshlaymiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rsanglar to'liq ma'lumotlarni olasizlar. Necha grammdan qilinadi va qanday ikol u, nimalarga foyda, hammasini ma'lumotlarni beramiz. Buqalarimizni mana shu buqamizni oyog'i o'rib qo'ygan. Tirnoqlari ko'rasizlar. Qizarib. Xudo xolasa tez kunda doktor akamiz keladi. Bu oyoqlariga отдельный video qilamiz. Ko'ryapsizlar. Oyog'ini bosalgan yo'q o'sha oyog'ini. Shu haqida ko'pchilikni mollar oyog'i og'riyapti ekan. Kommentariyada yozishyapti. Yashurdan keyingi asorat bo'lyapti. Mana shu molimiz ham oyog'i ancha qiynalyapti. 3-4 ta bor unaqa mollardan. O'shalarda syomka videolarini qilib beramiz. Qanday dorilar qilinadi? Polni xudo xolasa ustanoga bor ekan o'zini. Molni chiqarib, baylab ustanoga haqida ham videolarni qilamiz. Qanday yasalgan, uni ham iloji bo'lsa obzorini qilib beramiz. Kimgadir foydasi tegib bo'lsa. Mana shu molimiz lekin ancha zo'rib ketdi. Shu buqamizni oyog'i shunaqa yara bo'lib qolgan edi. Yashurdan keyin ancha zo'rib bir marta davolaganimizdan keyin tirnoqlarni oldik. Olgandan keyin o'sha o'zlarini mazi bo'lar ekan. Uni ham mazlarini ham ko'rsatamiz. O'sha mazlardan surkab qanday maz ishlatiladi, uni ham syomkalarini qilib beramiz. To'liq ma'lumotlarni beramiz. Va hozir ikollarni ko'rsatamiz. Qanday ikollar qilinadi? Shu haqida. Ikkalamiz quyamiz. Suvlar quyapmiz. Buni ham qo'yamiz. Bunisini ham. Body force'ni boshladik, xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar, ikollarni qilib oldik. Mana bu yerda xudo xolasa hammasi idishlar. Bu idishlar mana ko'ryapsizlar. Shu holatda ikkita kattalarga qilmadik. Qolganlariga hammasiga ikollarni qilib chiqdik. Yana xudo xolasa 15 kundan keyin yana paxtorini qilamiz. Albatta kanalimizdan uzoqlashmanglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar obuna bo'lib qo'ysanglar. Yana ham qiziq videolarimiz bor. Tez kunda shu buqalarimizni yashurdan keyin oyoqlari og'rib qolgan. O'shalarni hozir tuzatamiz iloji boricha. Xudo xolasa
videolarni tez chiqarishga harakat qilamiz. Endi boshqa fermalarga ham boramiz. Sut yo'nalishi, boshqa g'unajin baqish yo'nalishlariga ham iloji boricha videolarni qilib berishga harakat qilamiz. Bir kunlik rasionlarni ham chiqaramiz. Albatta laykni gumbullatib tursanglar bo'ldi. Kommentariyada hamma fikrlarni yozsin. Qaysi yo'nalishda videolar qilaylik? Shuni ham yozsanglar, xudo xolasa. Qaysi yo'nalish kommentariyasi ko'p layk yig'sa, o'sha yo'nalishda videolar qilib beramiz. Yonimizda fermalar bor. Hamma yo'nalishda iloji boricha kirib videolarni qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.